Islomiy demokratik mustaqil O'zbekistonimizda har bir fuqaro millati va dinidan qat'iy nazar teng huquqqa egadir. Bugun Toshloq tumanida tashkil etilgan tadbir ham yuqoridagi fikrlarning yorqin ifodasidir. Bugungi kunda viloyatimizda 50 mingga yaqin qirg'iz va 35 mingdan ziyod tojik millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Ular boshqa millat va elatlarning vakili singari bir oiladek tinch totuv istiqomat qilib kelishmoqda. Toshloq tumanidagi Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etilgan millatlararo totuvlikka bag'ishlangan Navro'z bayrami sayli Qudratimiz birlik va hamjihatlikda nomi bilan barchaga yuqori kayfiyat baxsh etdi. Butun Farg'ona viloyatida O'zbekiston bo'ylab aynan millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, o'zaro do'stlik rishtalari yana ham mustahkamlash maqsadida Navro'z shukuhi asosida ko'tarinki xalq sayllari tashkil etilyapti. Shu bilan birga Toshloq tumanining bugungi kunda mana Bo'ston mahallasida ham aynan Navro'z shukuhi asosida xalq sayli tashkil etildi. Uch xalq o'zbek, tojik va qirg'iz asrlar mobaynida yonma-yon va oila a'zolardek ahil-inoq yashab kelyapti. Bugungi kunda xalqlar o'rtasidagi do'stlik aloqalari samarali, o'zaro manfaatli hamkorlik, mintaqada tinchlik, barqarorlik, xavfsizlik va izchil taraqqiyotni ta'minlashda muhim omil bo'lib kelmoqda. Bo'ston mahallamizda 318 ta xonadon xo'jalik bo'lib, shularda jami nimalarimiz 4100 ta aholi yashaydi. Bizim Bo'ston mahallamiz Qirg'iz mahallasidan bo'lgani uchun o'zbek nimalari bilan birgalikda yashaymiz. Tinchsozlik, bir-birimizga qudandashilik, bir-birimizga oqibatimiz nihoyatda birdamlik uchun shu hayot shunday chiroyli yashab kelyapmiz. Hech qanaqa bizda kami ko'z bo'lgani yo'q. Saylda tuman hokimligi, mahalla faollari, nuroniylar, yoshlar hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tadbir doirasida mahallalar hududida turli millat vakillari ishtirokida do'stlik bog'lari barpo etilib, do'stlik va hamjihatlikni tarannum etuvchi qo'shiqlar ijro qilindi. Amaliy san'at hamda hunarmandchilik buyumlari, kitoblar ko'rgazmalari, milliy o'yinlar va turli tanlovlar o'tkazildi. Eng asosiysi yurtimiz tinch. Yurt tinch bo'lgandan keyin hamma ishlar, bayramlar hammani ko'ngliga sig'ib, xursandchi bo'lib yashaydi. Xursandchiligimiz, tinchligimiz abadiy bo'lsin. Doim O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Yosharish va yangilanish faslining shukuhi davom etayotgan ayni kunlarda turli millat va elatlarning vakillari bilan birgalikda o'tkazilayotgan ushbu tadbirlar do'stlik hamda hamjihatlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishiga ishonamiz.